viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, post patrul xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi tungi reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir jinoyatchilikni oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Kechki vaqt hududlarda xizmat olib borayotgan patrul ekipajlari belgilangan joyga yig'ildi. Rahbariyat tomonidan har bir xodimga aniq vazifalar belgilab berildi. Maxsus xizmat avtomobillari tayyor holatda yaqin daqiqalarda ular o'zlariga biriktirilgan hududlarga yo'l oladi. Maqsad tungi vaqt fuqarolar osoyishtaligini buzishi mumkin bo'lgan har qanday holatni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan jamoat joylarida aholi orasida shaxsni aniqlash, fuqarolar bilan suhbat o'tkazish, o'tkir tig'li buyumlar va taqiqlangan vositalarni olib yurish holatlarini aniqlash bo'yicha tekshiruvlar boshlangan. Ayrim shaxslar bilan alohida suhbatlar o'tkazilmoqda. Bu kabi tadbirlarning muhim jihati shundaki, oldini olish choralari ko'rilsa, ko'plab jinoyatlar sodir bo'lishi oldi olinadi. Ko'plab jinoyatlarning sodir bo'linishining, shuningdek huquqni muhofaza qilish organlari uy qamog'ida saqlanishi belgilangan, ya'ni jinoyat sodir etgan va sud tomonidan uydan chiqishi taqiqlangan shaxslarni uyda bor yo'qligini tekshirishga ham e'tibor qaratildi. Maxsus ro'yxat asosida ushbu shaxslarning yashash manzillariga borilib, ularni nazorat tartib qoidalariga amal qilayotganligi o'rganildi. Tekshiruv davomida ayrim fuqarolar qonun talablariga mos ravishda uylarida ekanligi tasdiqlandi. Biroq uy qamog'i tartibini buzib, uyda bo'lmagan shaxslar ham aniqlandi. Sizni men nimaga tiqaman? Siz jazolamasiz. Sarson sargardon qilishdi. Men bilmayman. Shunchalik nimaga aytmaysizlar menga? Uni siz uyingizdagi holatda siz bilasiz-ku, biz mana endi bilyapman-ku men sizdan hozir. Yaxshi, Sobirjonni o'ziga berib turing telefonda. Sobir omil edi, men bilan gaplashasiz. Qonundan tashqariga chiqarmaymiz. Biz sizni qanday masakanda hozir. Siz hozir mayli. Chiqib dam olishayotgan bo'lsa. Bunaqa mana Sobirni yana qidirib qo'yishdi. Bunaqa kelib qo'yishmayapti. Shu kelib qo'yishmayapti. Qo'yishmayapti-da urush. Sharofatxon, o'zingiz ham cheklovingiz bor, siz uyda ekansiz, uydaligingiz to'g'risida dalolatnomaga qo'l qo'ying. Siz yashash xonadoningizda jazo o'tash tartibini buzmasin uydaligingiz bo'yicha. Kelishga kirib prosta qo'yishmayapti. Boshqalar boshqa kelib yordam beramiz. Bu shu darajada. O'zimizdan qo'rqib mana ko'chaga chiqqanni ham magazga chiqolmayapman o'zim. Qo'rqyapman. Kimligini taniyapsizlarmi? Ko'ngilidagi boylarda billa o'tirib chekkan bolalarni topib berdi. Nashka, tabletka topib berdi. Ularni taniyapsizmi? Kelsa endi taniymiz endi. Nimaga ustida ariza qilmayapsizlar? Endi qatdan bilan uyini qatdan bilan ismi familiyasi. O'sha ish bilan shug'ullanadi. Yo'q, chekadi. Ular bilan o'tirib chekkan. Yo'q, o'sha odamlar tanisalaring, ariza qilinglar, uchastko'ylaring. Sobir taniydimi ularni? Yaxshi, men ertaga uni tayinga yetaman. Avvallardan biz besim topamiz. O'zimizni qo'limizdan kelmasa tepaga yana qo'yamiz. Ertaga Men shu masalani qo'llashlar, aytmasalar biz bilmaymiz. Davay. Zokir aka! Zokir aka! Zokir aka! Zokir aka uydamisiz? Qo'lingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ular bizni nazorat qiladigan. O'z ishlaringiz yaxshimi? Tuzimisiz? Nima bu? Qaldan berib chaqiramiz shunday siz aka. Qaldan berib. Ishlaringiz yaxshimi? Tuzimisiz?
Yaxshi uyda ekansiz. Ha, uyda. Chiqmayapsizmi kunduzi ham? Yo'q. Sizga mutlaq cheklov berilgan, xabaringiz bor. Kunduzi ham xohlagan paytda kelib tekshirish mumkin. O'shuning uchun jazo o'tash tartibini buzmang. Jazo o'tash tartibini buzmang. Agar mabodo jazo o'tash tartibiga rioya qilib yaxshi yuradigan bo'lsangiz, sud tomonidan sizni muddatdan oldin shartga ozod qilish mumkin. Agar jazo o'tash tartibini buzib jazoni mensimasangiz, siz sud tomonidan jazoni og'irga almashtirishga sabab bo'ladi. Yaxshi o'ting va qayta jinoyat qilmang. Bu kabi holatlar bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rildi va tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Patrul xodimlari kecha kunduz hushyor shaharning turli nuqtalarida joylashgan guruhlar harakatga kelgan. Ular nafaqat jamoat joylari, balki tungi klublar, ko'ngilochar maskanlar, avtobus bekatlari va gavjum hududlarni nazorat qiladi. Asosiy e'tibor fuqarolar shaxsini tekshirish, shubhali shaxslarni aniqlash hamda jinoiy unsurlar harakatini oldini olishga qaratilgan. Bu orada yo'l harakati xavfsizligi xodimlari yo'llarda nazorat ishlarini olib bormoqda. Maxsus punktlarda avtomobillar to'xtatilib, hujjatlar tekshirilmoqda. Transport vositalarining texnik holati ko'zdan kechirilyapti. Albatta, barcha haydovchilar qoidaga rioya qiladi. Hujjatlari joyida bo'lgan avtomobil egalari to'siqlarsiz harakatni davom ettiradi. Biroq tungi yo'llarda tartibsizlikka yo'l qo'yuvchi haydovchilar ham yo'q emas. Ba'zi haydovchilar shunday ahvoldaki, ularning yo'l harakati qoidalariga qay darajada amal qilayotganini ko'rib, o'zingiz xulosa chiqarasiz. Qidiruv qo'yilgan aka avtotransport tezgiga. Xabarim bor aka. Buni bartaraf etgunga qadar vaqtinchalik avtotransport tezi jarimadan saqlab turamiz aka. Mashinani o'chirib turasiz, evakuator xizmatidan foydalanib, evakuatorga belgilanadi aka mashina. 109-115. 115-109. Qayta yuri, naring yuri. Markazga evakuatorni bering. Qabul bo'lyapti. Har qanday holatda Shuhrat aka avtotransport vositasi maxsus evakuator yordamida jarima maydonlariga yuboriladi, eltiladi. Jon aka o'zi olib borib beraman deyapman evakuatorga. Xizmatdamiz aka. Xizmat joyimiz shashar ketimizmi? Evakuatorga hozir mana qo'shimcha pulim yo'q jon aka. O'zi olib borib beraman deyapman aka. Keling oldimga o'tiring. Iltimos. Orqaroqqa oling. Orqaga. Ko'ring. Aka xizmatimdagi mashina edi-da, shu bilan non topayotgandim aka. Tushundim aka, xizmatchilik. Noto'g'ri ish qilyapsiz, aka. Qo'yilgan qidiruvni bartaraf qilib olib ketaverasiz aka, e'tirozimiz yo'q. Xalosli holatga qo'yib bering. Tormozni bosmang, tormozda aka. Yo'q, o'tiravering, tushirib keyin tushib olaverasiz, o'ngga chapga olib berib turasiz-da. Muammo yo'q aka, o'tiravering. Bo'l, xalas, ruchnoy tushiring bo'l. Yurgizib qo'ying mashinani. Keling, tushing aka. Bir-birimizga achchiq qilmaylik aka. Mashina siz nomingizdami? Undirish maqsadida shu siz mulkingizga qaratilganda shu narsa. Shuni bartaraf qilasiz, qarzdorligingizni yopasiz, avtotransportingizni olib chiqib yana boshqarasiz. Yo'q. Harakatlaringizni o'z tutishingizdan shunga qarab olib boryapsiz aka, keling, chiqing, o'tiring. Aka, asabim buzildi. Ishlar charchatib chiqqan insonman-da aka. Bo'ldi, aka, biz ham xizmatdamiz, bir-birimizni to'g'ri tushunamiz endi. Toping. Yuz 115. 115-109. 202 jentira chiqadi sizga olasiz. Qabul qilib olib bo'ladi. Qora. Ma'rifatdan chiqyaptimi? Xuddi shunday.
Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Dehqonov. Haydovchilik guvohnomangiz, avtotransport sohasini ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnomangiz. Haydovchilik guvohnomangiz bu. İsmingizmi? Yukxonasini ochdingiz, bir qator yukxonasini siz ishtirokida ko'zdan kechirib qo'yamiz. 109 evakuator siz bilanmi? Yo'q, sizga to'g'ri bormadi hali. Yo'q, kelgan yo'qda jo'nating, chaqiring. Zahira balondon. Butkul tug'li jisimlar yo'q, ha? Yo'q. Yo'qmi? 128 vodiyman. Haydovchilik guvohnomangiz qayerda endi? Haydovchilik guvohnomasi olib ketishdagi nari mashinamdagi Jenteramda. Muhammad Aziz, haydovchilik guvohnomasiz avtotransport sohasini boshqarish mumkin emasligini bilasiz-a? Sizga nisbatan yo'q, yaxshi, siz nomingizda bo'lgan taqdirda ham aslini bizga taqdim etishingiz kerak, to'xtatib sizdan so'raganimizda. Sizga nisbatan yo'l harakat qoidalarining 7-bandi Ma'muriy javobgarlik kodeksi 135-moddasi 1-qismi bilan elektronniy maxsus planshet yordamida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Bayonnoma rasmiylashtirish boshlandi. Ko'ring. Vodiy 115 vodiy. Chiqmayapti, nega chiqardik, ha? Yo'q, gapiraman, nari mashinada qolib ketib Jenteramdagi. Bo'ldi, rasmiyat ko'ring aka. O'chirib turing mashinani, yoping eshigini, yo'l chetiga chiqamiz. O'chirib qo'y mashinani. Boshladik ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishni. Hozir to'lasam bo'ladimi aka? Yo'q, hozir to'lanmaysiz-da. Hozir to'lamaydimi? Yo'q. Belgilangan tartib qoida bor-ku. Yashash hududingiz bo'yicha shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga borasiz. Telefon raqamingiz 91lik. Ishlaysiz, o'qiysiz. O'qiyman aka. O'quvchi. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 294-moddasida belgilangan huquqbuzarlik bilan tanishtirib qo'yaman. Sizga tuzilayotgan ma'muriy bayonnomadan yoki bizni xatti-harakatimizdan e'tiroz shikoyatlaringiz bo'lsa, belgilangan tartibda bizdan yuqori turuvchi organlarga 10 kun ichida og'zaki yozma murojaat qilish hamda advokat olish huquqiga egasiz. Bayonnoma mazmuni bilan tanishdingiz, ha? Normangiz bilan tasdiqlang. Balonni to'g'rilang mashina. Evakuatorga yuklamiz mashinani. Aka. Jarimani yozdingiz aka? Mumkin emas-da, avtotransportni vaqtincha jarima maydoniga qo'yib turamiz. Rolni to'g'rilang uka. Yo'q, aka, mashina. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Fuqaroga nisbatan yo'l harakati qoidalari 7-bandi. Assalomu alaykum boshliqingiz. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 135-moddasi 1-qismi bilan haydovchilik guvohnomasi avtotransport sohasini boshqarganligi sababli elektronniy ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Ravan bormi aka? Avtotransport sohasini vaqtincha jarima maydonida ushlab turish uchun evakuatorga yuklamoqchimiz. Haydovchi ozgina qarshilik ko'rsatyapti. Qarshilik ko'rsatganim yo'q. Mashina o'zim nomimdagi. Pasportni berdim. Biroq nari mashinada qolib ketdi deyapman. Onlayn chiqadi planshetdagi. Onlayn elektronniy shaklga hali o'tganimiz yo'q-da. Elektron qanaqasiga planshetda ko'rmaydimi? Planshetda ko'ringanida aslini taqdim etishingiz kerak bizga to'xtatgan mahalada. Turadimi aka? Rolini to'g'rilang, neytralga qo'yib bering mashinani. Hozir nima kerak? Hozir ishtirab chiqsa to'layman sirasi aka men mashinani. Sizdan qonun talab qilyapsiz-ku. Yo'q, qanday chiqarim uni yozib. Agar aka ichki ishlar qonunlariga bo'ysunmagan bo'lsa aka, iloji tegishli modda bo'yicha siz mashina hozir olib kelsa qachon olib chiqib ketaman? Ertaga taqdim qilasiz aka, jarima to'laysiz, olib chiqib ko'rasiz aka. Hozir to'lasam olib chiqsam bo'ladimi? Yo'q, to'lashingiz ham shart emas. Eshiting meni uka. Ertalab soat 9:00 da Farg'ona shahar. Nima deysiz? Mashina yangi oldim aka. Eshitasizmi bizni? Ertalab haydovchilik guvohnomangiz, shaxsiy pasport hujjatingiz olib shahar gazitiga borasiz. Belgilangan tartib qoida bor. Sizga nisbatan haydovchilik guvohnomasi avtotransport sohasini boshqarganligi uchun qaror qabul qiladi. O'sha yerda mas'ul xodimlar, katta inspektor lavozimida o'tiribdi. Shular qaror qabul qilgandan keyin sizga ruxsatnoma yozib beradi qo'lingizga. Siz xohlang 15 kun ichida chegirma bilan to'lang. Xohlang 1 oy ichida, ya'ni 70% chegirma bilan to'lang. Xohlang 60 kun muddat ichida to'lang, sizga belgilangan jarima.
Siz ertaga mashinangizni olib ketishingiz mumkin. Qaror chiqqan kundan chiqadi boshlab. summasi. Jarima miqdorimizni belgilab bermaymiz. Marhamat qilib, balon to'g'rilab metrga qo'yib bering. Bo'ldi, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib bo'ldik. Rasmiylashtirib bo'ldimi? Ha, rolni to'g'rilang. Uka mashina jarimadan qo'yishimiz kerak. Nima qilishni bir-birimizga o'rgatmaylik, maylimi uka? Hurmat qilyapsiz, hurmatingizda turing. Bo'ldi. Rolni balon to'g'rilab bering. Ayağınızı ko'taring, ichida o'tirib tursangiz ham mayli. Rolini o'ngga chapga deb turamiz, buradi. Endi kech uka bayonnoma rasmiylashtirib bo'ldik. Mana vaqti bor uka buni. Mana uka marta kamera olib turibdi uka. Mana bo'ldi, hamma tushib ketib qolibdi endi, jon aka, unaqa qilmaylik. Vaqt berdik, vaqt berganimizda ham topolmadik uka. Vaqt berildi, bo'ldi, ishtirokni hamma to'layman aka Mana mana. uka, eshiting. Muhammad Azmi Ha. 21:05 da bayonnoma rasmiylashtirib bo'ldik. Soatingizga qarang. Ha bo'ldi, mana turibdi jon aka. Mashina ichidan ishlayapti. 2 marta imkoniyat berdik uka. 2 marta. O'sha kamera olib turuvdi o'shanda. Hay, topolmadim, men orasiga tushib ketib qolibdi. Yo'q, endi unisini bilmadik uka jon. Unaqa qilmaylik aka. Bizni xatoyimiz emas. 2 marta imkoniyat berdik. Bitta qarab olayotganman dedingiz. Bayonnoma tugayotgan joyda to'xtatdim. To'g'rimi? Orasiga tushib ketib Kelib qaradingiz uka. O'tiring aka, sizga. unaqa qilmaylik jon aka. To'layman shu tarafini ham. Yo'q, ertaga to'lashi shart emas. Hozir mashina yangi olib bormasam bo'lmaydi dedim aka. Keling unaqa qilmaylik aka. O'tiring uka. Yo'l o'tiring. Sherigi tushib ketdi, sherigi tushib ketdi. Bor, sherigizga 3-shaxs olib kelib bergandan keyin olib kelib irg'itib qo'ygan bo'lsa qatman bilaman. Kamera ishlayapti aka. Isbotlab bera olasizmi? Isbotlab berilma, kamerani chiqaraylik bo'lmasa. Kamera nari tomonga qarab turgan vaqtda shu hujjatingizni topyapti. Kamera ishlayapti-ku aka. Bodi kameram evakuatorga qarab turibdi uka. Savollar. Savol yo'q. Yo'qmi, o'tiring uka rolga. Hozir ishtirok to'lasam chiqib ketamanmi? Yo'q, qaror chiqqan kundan boshlab olib chiqib ketaverasiz. Ertaga ertalab. O'tiring. Ertaga Bu onlayn baza ko'rinadi uka. Hozir ro'yxatga hozir ko'rinadigan bo'lsa, to'lab olib chiqib ketsam bo'laveradi? Hozir To'lamasdan olib chiqib ketaverasiz uka. O'tiring. To'lamasdan qanday olib chiqib ketaman? Qaror chiqaradi, sizga jarima belgilab beradi. Shu muddati bor, 60 kunlik. Shu 60 kunda sharoitdan kelib chiqib to'laverasiz. Uka, o'tiring. To'g'rilang rolni neytralkaga qo'ying. Bo'ldi, ko'p. Sal chaproq qo'yib olasiz. Sekin, ey. Voy, minib chiqib ketolmaysiz uka, chertib yuboradi, tushundingizmi? Sizni xatti-harakatingiz o'zingizga baho beriladi uka. Hozir siz o'z boshimchalik bilan buni joylayman deb birorta korxona yuz beradigan bo'lsa, javobgarligi sizga yuklatiladi. Siz orqaga oling endi, to'g'ri nima qilib oldingiz? Assalomu alaykum. Viloyat yo'l patrul xizmati inspektori Dehqonov. Yaxshimisiz? Haydovchilik guvohnomangiz. Ya'ni Nodirbek aka, sug'urtangiz muddati o'tgan. 21 kun bo'libdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, muddati o'tgan, sizda qarzdorlik mavjud. 1,875,000 so'm. 2024-yil 19-noyabr kuni qoidabuzarlik sodir qilyapsiz. 2024-yil 20-noyabr kuni qaror qabul qilinadi. Dekabr 20, yanvar 20, 60 kunlik muddat belgilangan muddat o'tib ketyapti. Sizga nisbatan birinchi o'rinda sug'urtangiz muddati o'tganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz elektronniy. Sug'urta polisi bo'yicha qonunda belgilangan majburiyatni bajarmagan ekan. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 1-birinchi bandi. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 294-moddasida belgilangan huquq-burchlar bilan tanishtirib qo'yaman. Sizga tuzilgan ma'muriy bayonnomadan yoki meni xatti-harakatlarimdan e'tiroz shikoyatlaringiz bo'lsa, belgilangan tartibda bizdan yuqori turuvchi organlarga 10 kun ichida og'zaki yozma murojaat qilish hamda advokat olish huquqiga egasiz. Bayonnoma mazmuni bilan tanishdingiz, barmoqingizni bosib tasdiqlayapsiz bayonnoma. Qo'yib qo'ying. Ko'rsatish barmog'ingiz bilan ekranga imzo qo'yasiz. Avtotransport vositasi qarzdorligini bartaraf etgunga qadar vaqtincha jarima maydonida ushlab turamiz. Hozir to'laylik. Kompusda balisa nima kasallik bor. Ko'zida qarab o'tibman. Yo'q, tushundim aka. Hozir to'laylik bo'lmasa. O'tkazing. O'tkazing. Shu yerda bartaraf qiling bu. Muammo yo'q. Yo'q, naqd pul olmaymiz aka, bizga mumkin emas. Kiligizdan o'tkazasiz. Yo'q, aka. Mashinangizda bo'lmasa yuklab berib yuboramiz aka. Yo'q, men shartda turgan joyda bartaraf qiling sizga mayli. Telefon qilib aytaman-da, tashlab berishadi.
Voy, 49 bilan turibdi. Chekkaga olib qo'ydi. Alisher aka, mashinani olib keling. To'la bu yerdan olib chiqib ketaverasiz aka. Kavadir, bosh kimda to'laydi? Tushundim aka. Bo'ldi mana, bu bosh tarmoqni. Aslida tashqariga chiqibdi, akama tapib tashlab qo'y. Kasali bor. Tushundim. Akam kasal bemor mashinangizda emas. Shifokorlar nazoratida. To'g'rimi? Turing aka yoniga. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmatidan inspektor Dehqonov. Yaxshimisiz? Haydovchilik guvohnomangiz. Yo'l varaqangizni oling-chi. Oynani tushiring, ayağıngiz ko'tarib eshikni yopib oling. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan haydovchilarga nisbatan tegishli choralar ko'rilmoqda. Tungi reyd davomida hujjatlarsiz harakatlangan transport vositasini belgilangan tartibda boshqarish qoidalarini buzgan haydovchilar aniqlandi. Ayrim fuqarolar hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortib, menga hujjat kerak emas yoki men hech qanday qoidani buzmadim kabi bahonalar bilan vaziyatdan chiqishga harakat qilishadi. Biroq yo'l harakati inspektorlari bu kabi bahonalarga yo'l qo'ymasdan ularni transport vositalarini jarima maydoniga olib borish choralarini ko'rdi. Boshladik. Foydalanmaymiz. Yo'q, mumkin emas. Dalolatnoma bering bir nusxa. Haydovchiga. Odil aka, Aka, telefoningizni yig'ishtiring. Yurog'imizda Uka, telefoningizni yig'ishtiring deyapman, maylimi? Telefoningizni yig'ishtiring. Nima qilasiz nomini? Uka? Yig'ishtiring telefoningizni deyapman. Uka, telefoningizni yig'ishtiring, xalaqit bermang deyapman, maylimi? Xo'pmi? Torting. Ko'plab holatlarda hujjatsiz haydovchilar yoki transport vositalarini texnik nosozligi sababli harakati cheklangan avtomobillar aniqlandi. Ayrim haydovchilar yo'l harakati qoidalarini buzgan bo'lsa-da, inspektorlar bilan tortishishga urindi. Kimdir jarima maydoniga olib ketilayotgan mashinasini joyida hal qilmoqchi bo'ldi. Kimdir esa yo'l harakati xodimlariga to'sqinlik qilishga harakat qildi. Biroq barcha harakatlar qonun doirasida amalga oshirilib, qoidabuzarlarga tegishli huquqiy choralar ko'rildi. Jarima maydoniga olib borilgan transport vositalari orasida muddati o'tgan hujjatlar bilan harakatlangan avtomobillar, ruxsat etilmagan o'zgarishlar kiritilgan avtomobillar ham bor edi. Ayrim haydovchilar o'z transport vositasining olib ketilishiga norozilik bildirib, tortishuvlarga sabab bo'ldi. Biroq yo'l harakati inspektorlari barchani qonun talablariga rioya qilishga chaqirdi. Qoidabuzarlarga nisbatan chora ko'rish, yo'llarda tartib o'rnatish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun yo'l harakati xodimlari kecha-yu kunduz hushyorlik bilan xizmat olib bormoqda. Tungi reyd davomida post patrul xizmati xodimlari ko'chada mast holatda yotgan, o'zini idora eta olmaydigan fuqaro borligini aniqladi. Unga nisbatan tegishli choralar ko'rish maqsadida ichki ishlar xodimlari uni narkologiya bo'limiga olib kelishdi. ko'chada qolib ketgan bular. Chorrahada yotgan ekan, Qo'qon ko'chasi, chorrahasi. Yozib, chorlatash bo'limiga topshiramiz. Beramiz aka. Oldiga station qo'yapti. Aka o'tirib turing. Dalaga o'lchab qo'ysa. Polis chiqasiz.
qanaqa ekan? 130-90. 130-90. Hozir qancha vaqt turadilar bu yerda? Qattiqda. Tibbiy tekshiruv natijasida fuqaroning spirtli ichimlik ta'sirida ekani tasdiqlandi. Holat bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilib, fuqaro vaqtincha nazoratga olish tartibi amalga oshirildi. Mazkur choralar fuqarolar xavfsizligi va jamoat tartibini ta'minlash maqsadida ko'rildi. Goltuzdan uzoqlashmang. Tungi reyd har doim fuqarolar osoyishtaligi uchun harakat qiladi. Tungi reyd.